Bu olmaydi bu muzikani ulab qo'yib puli ketadi xolos telefonlarni. Ko'tarmaydi telefonni. Ha bu nechta odamni aldadi ekan bular? Voy, bu respublika bo'yicha kimlar sotib oldi ekan buni? Bu Terak ko'chatini. Galobeka deb aldaganini qara. Buyurmasin. Mana manzili. Mana shunaqa karabkada kelgan edi. Pochtadan olgan edim to'lovini qilib. Hop, kimga? Doniyor Nuriddinovga. Qayerga? O'zbekiston Namangan To'raqo'rg'on tumani, Namangan viloyati. Hop, kimdan? Malla Hajayeva dan ekan. Manzil O'zbekiston Toshkent shahar Yunusobod город Toshkent Yunusobodskiy rayon улица Shahrisabz 7 Kurierskaya slujba. Jo'natishga man etilgan joylamalar yo'q. Orovga qo'yiladigan talablar bilan tanishib chiqdim. Berilgan kim tomonidan yozib. Mana jami og'irligi 326.510 so'm. Mana shu to'lovni qilib olgandim. Pochtani to'lovini alohida qilgan edim. Rosa qoppoq qilishdi. Mashinnilar. Buyurmagirlar. Bu Galobeka deb zakaz bersam, Terak chiqdi, Terak. Mana aziz odamlar, aldanib qolmanglar sizlar ham. Internetda target reklamalarga ham garantiya yo'q ekan. Target reklamada zakaz qiluvdim mana. Galobekaga zakaz qilsam, mana shunaqa Terak jo'natib yuborishibdi. O'sib ketyapti bu. Mana agronomlarda olib kelib ko'rsatdim men bu. G'irt bu baqa terak ekan bu. Tarvaqaylab o'sib ketib haligi chang chiqaradigan 7 bahor oq paxtaga o'xshab tutaydigan terak ekan bu. Bir tiyinga qimmat. O'tindan boshqaga yaramaydigan terak ekan bu. Men buni Galobekaga zakaz berdim. Mana mashinnilarni yangi turi. Pochtaga o'tiryapti. Rosa odamlarni aldayapti. O'zbekiston bo'yicha nechta odamni qoppoq qildi ekan bu taqachilar. Taqachilarni yangisi chiqibdi. Ehtiyot bo'yinglar. Pulni pochtadan olganingizda berasiz deb mana pochtamizda aytsa ishonganman, endi aldamasa kerak edi. Oldindan pul to'lov yo'q. Pochtaga borganda tekshirib olasiz desa, hamma odam ham ishonadi bunaqa mashinnilarga. Shaqillatib pochtada oldim, to'lov qildim siraza. Mana Galobeka deb zakaz berganim Terak chiqdi. Aldanib qolmanglar aziz YouTube ahli. Mashinni ko'payib ketibdi.